Ramazon maydonda futbolchiga ta'sir qiladimi? Yoki professional darajada bu allaqachon nazorat qilinadigan jarayonmi? Manchester City'da bu savol yana kun tartibiga chiqdi. Assalomu alaykum. Bugun Manchester City bosh murabbiyi Pep Guardiolaning Ramazon oyida musulmon futbolchilarga munosabati va jamoa ichidagi moslashuv jarayoni haqida gaplashamiz. Agar sizga shunday dolzarb va sifatli futbol mavzulari yoqsa, hoziroq like bosib kanalga obuna bo'ling. 2026-yilda musulmonlar uchun muqaddas Ramazon oyi 18-fevralda boshlanib 19-martda yakunlanadi. Bu davrda roza tutgan futbolchilar tong otgandan quyosh botguncha ovqat va ichimlikdan tiyiladilar. Yuqori intensivlikdagi futbol o'yinlari fonida bu jismoniy jihatdan jiddiy sinov hisoblanadi. Manchester City safida roza tutishi mumkin bo'lgan futbolchilar orasida Omar Marmush, Rayan Ait-Nuri, Rayan Sherki va Abduqodir Husanov bor. Ayniqsa Husanov uchun bu davr muhim, chunki u himoyada yuqori konsentratsiya va jismoniy kurash talab qilinadigan pozitsiyada o'ynaydi. Pep Guardiola bu masalada aniq pozitsiya bildirdi. U Premier Liga o'yin jadvalini moslashtirib bo'lmasligini aytdi. Ammo klub ichida barcha sharoitlar yaratilishini ta'kidladi. City'da professional nutritsiologlar va tibbiy shtab futbolchilarning energiya balansini, tiklanish jarayonini va o'yin oldi tayyorgarligini individual tarzda nazorat qiladi. Murabbiy shuni ham alohida urg'uladi. Bu futbolchilar uchun Ramazon yangilik emas. Ait-Nuri, Sherki, Marmush va Husanov ilgari ham roza davrida yuqori saviyada o'ynashgan. Demak, organizm va o'yin rejimi allaqachon moslashtirilgan. Taktik jihatdan qaralganda bu davrda rotatsiya muhim bo'lishi mumkin. Ayniqsa kechki o'yinlar roza ochilgandan keyin o'tkazilsa, futbolchilarning energiyasi boshqacha taqsimlanadi. Ammo kunduzgi o'yinlarda yuklama va tiklanish rejasi muhim ahamiyat kasb etadi. Abduqodir Husanov uchun esa bu nafaqat diniy, balki professional yetuklik sinovi hamdir. Yuqori tempda o'ynaydigan Premier Ligada himoyachi sifatida barqaror bo'lishni saqlash bu mental va jismoniy tayyorgarlik talab qiladi. Xulosa oddiy. Manchester City jadvalni o'zgartira olmaydi, ammo ichki tizim orqali futbolchilarga maksimal yordam beradi. Bu professional futbolning bir qismi. Savol: Ramazon oyida futbolchilar formasi pasayadimi yoki zamonaviy sport ilm fani buni to'liq nazorat qila oladimi?